Toshkent shahridagi Foyda Shop maishiy texnika sotuvchi do'konga ishonch yo'q ekan umuman. Nimaga bunaqa deyotganimni hozir tushuntirib beraman. Xullas, bularga bir oy oldin bitta narsa tashlab ketgan edim. O'zimga kerak emas bo'lgan bitta soat edi. $170 ga olib qolamiz deyishdi. Bo'ldi $170 mana. Menga berishdi. Ana endi bir oydan keyin keldim. Aka, narxini qancha deyapsiz? $170. Qani foyda? Doimiy mijozlar uchun foyda turamiz shunaqa. Alloh rozi bo'lsin. Doimiy mijoz deb hech qanaqa foyda qo'ymasdan o'sha bergan narsamni yana shu narsa qaytarib beryaptilar. Undan tashqari mana bunaqa suvlar ham. Bu yoqda alohida suvlar ham bor. Eng qizig'i mana bunaqa Ray-Ban'ning ochkilari bor, kameraga oladigan ochki. Shulardan olib kelib qo'yishibdi. Xohlagan variantingizni zakaz berishar ekan. Endi Toshkentga borib zakaz qilib o'tirish shart emas. Bu yoqda undan tashqari yana chexollar, soat uchun mana rimashoklarni ham taxlab qo'yganmiz. Hozir bittasini tanlab o'zimizga taqib olamiz. Undan tashqari Attor Jaloliddin akamiz eng shirin o'sha Saudiya Arabistonida men xohlagan atirlar ham akamda bor. Alloh rozi bo'lsin. Undan tashqari bu yoqda stiklo qo'yib berishadi. Har xil mana unaqa telefonning orqasiga yopishtiradigan nakleykalar, turli xil. Xullas, telefoningizga kerakli bo'lgan hamma narsa bu do'konda bor. Bekobod shahrida kim telefonini qimmatrog'iga sotmoqchi yoki arzonroqga telefon olmoqchi bo'lsangiz, Foyda Shopga tashrif buyuraverasizlar, haqiqatan ishonchli.